Qizim, endi bularni o'xshatamiz. Opa, Xorazmchada nima dedi? Garangam chundi shuring quridi. Oqsana, opa. Qizim ro'yxatni aytgan. Bu qo'sh ko'pirman o'piraveradi, opa. Qizim Mahrini nav so'raysan. Bor yo'g'i 2 xonali uy. Aytilladimi? Billak uzuklaringiz-a? To'yi qattiq qiladigan bo'lamiz. 2000 dona dangaldama to'y. Ha. Voy, oboni! Yo'q, judayam kam demoqchi. Opa, boshimda shu kunlar ham bo'lmadi. Zatto Xorazmda ajralishgan o'ylab yashaysan. Ey, urf-odatlaringni qaynota-qaynonaga gapirmaydimi? Yo'q, siz ruxsatingiz gapira olmayman. G'alati emasmi? Bir kunlik to'y o'tadi ketadi. Men o'zimni osaman, keyin ketaman. 5 avlodimizga sarpo etdik. O'zimga nov aytsam ekan. Sizgami? Ha? Sizga zambarakni o'qi. Pa! Pochka ham ketdi. Men qalam puling. Zatto arziyman, hammaga emas Xorazmdan uylar. Kerakmidi pochkam? Kerakmidi lishni rasxot?